Qarang, tayyor kvartira bo'lsa zo'rda baribir. Qarang, oshxona verandaga ko'chirilgan. Qarang, kattagina oshxona jihozlari hammasi o'rnatilgan. Kattagina muzlatgichgacha, qarang, isitish tizimlarigacha qilingan. Romlari mana Akfa romlarda. Siz yaxshi ko'rgan 3-qavatda. Uy ideal holatda, tayyor, yangi remont qilingan. Ortiqcha umuman rasxod qilmaysiz. Mana birinchi xonasini ko'ring. Juda ham chiroyli holatda remont qilingan. Gilamlar to'shalgan va ikkinchi xonasini ko'rishingiz mumkin. Uy skvoznoy holatda, qarang. Umuman ortiqcha rasxod qilmaysiz, kiras yashaysiz bo'ldi. Mana yotoqxona mebellari, shkaflarigacha o'rnatilgan. Va bu tomonda esa mana oshxonani o'rnini bitta xona qilishgan. Bolalar xonasi sifatida foydalansa bo'ladi. Ikkita farzandga bemalol joy yo'q. Batareykalar barcha joylarga o'rnatilgan. Bu yoqda tashqaridan kirish qismi, qo'shgan qismlari qarang, kiyinishga, oyoq kiyim qo'yishga joylari mavjud. Va bu tomonda esa umumiy sanuzelgacha batareyka qo'yishgan, kattagina aysongacha o'rnatilgan va stiralka ham qo'yishgan. Holati ideal. Umuman ortiqcha rasxod yo'q. Shunday ko'chib kirib yashaysiz bo'ldi. O'zingizni ba'zi bir shaxsiy narsalarni olib kirsangiz bo'ldi. Tayyor kvartira. Manzili esa Matalkada bo'lyapti. Shundaqona Obulgazda ro'parasida joylashgan 4 qavatli uylarni siz yaxshi ko'rgan 3-qavatdan skvoznoy holatda 3 xonaga o'zgartirilgan kvartira. Narxi esa egalar tomonidan $30,700 baholanyapti. Albatta, ozroq kamroq qiziqqanlar quyida raqamga aloqaga chiqasizlar. Bizga obuna qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi uylarni davom etamiz.